Davleniya o'lchaydiganning yangicha variantlar chiqib ketdi. Qaranglar, ixcham o'zingizlar bemalol o'lchasanglar bo'ladi. Oldingi variantlarda bitta odam bo'lishi kerak sizlar davleniyadan o'lchash uchun. Yana qanaqa desam ekan? Qo'lda ruchniy kachat qilish kerak bo'ladi. Bunda bitta knopkani bosasizlar, bo'ldi. O'zi avtomatik ishlab ketyapti, gapiryapti keyin. Davleniyani o'lchayotgan vaqtda jim turish kerak ekan, gapirmay turish kerak ekan. Qaranglar. Ketin. Ko'rishlar mumkin. Tepasini 168, pastini 108 ko'rsatyapti. Yo'l yurish 86 ko'rsatyapti. O'zi gapirib deb beryapti, mana qaranglar. Ko'rishlar mumkin, mana tepasini 168, pastini 108 ko'rsatyapti. Yo'l yurishi 86 ekan 1 minutda. Narxi unaqa qimmat emas. Agar kimga shunaqangi davleniya o'lchaydiganlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga yoki direkt orqali murojaat qilsanglar bo'ladi. Ixchamlik gap yo'q lekin bitta odam o'zi bemalol o'lchaydi. Mashinaga solib qo'ysanglar, o'zingizlar doktorga borib yurmaysizlar-da, shunday o'lchab olsanglar bo'ladi.